Bu videoda Yuksak kompaniyasi sotuvda bo'lgan va barcha mijozlarimizni, xususan meni ham ko'nglimdan joy olgan Berg kraskasini ishlatilish haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lasiz. Bu bo'yoqning eng katta qulayligi uni deyarli har qanday yuzaga surtish mumkin, faqat muzlagan yuzadan tashqari. 1 kvadrat metrga taxminan 120-150 grammgacha bo'yoq ketadi. Ishlatishdan oldin surkamoqchi bo'lgan yuzamizni chang va yog'lardan tozalab olishimiz kerak. Undan keyin bonkani yaxshilab chayqatib, keyin ochgach yana bir marta aralashtirib yuborish kerak. Bo'yoq hajmiga qarab 10% dan ko'p bo'lmagan miqdorda razbavitel qo'shish mumkin. Agar siz sepadigan bo'lsangiz, 20% gacha razbavitel qo'shsangiz to'g'riroq bo'ladi. Surkash jarayonida yana bir narsani aytib o'tay. Bu bo'yoqning ajoyib xususiyati shundaki, yuzaga surkaganimizda yoyilishi va har qanday odam qiynalmay surkashi mumkin. Shuni ham eslatib o'tishim kerak. Ba'zi mijozlarimizdan bo'yoq tez qurimayapti degan e'tirozlarni eshitdik. Sababini ko'rganimizda esa bo'yoqqa razbavitel qo'shilmagan va eng asosiysi eski bo'yoq ustiga jilvillamay surtib yuborilgan. Bu bo'yoqda yog' borligi tufayli yuza uni shimmagan va tabiiyki sekin qurigan. Shuning uchun bu qoidalarga doim amal qilishimiz kerak. Xullas, Berg universal bo'yoqlarini to'g'ri qo'llanilganda yuzani mustahkam va sifatli qoplaydi. Siz ham qo'llanmaga amal qiling va mahsulotdan maksimal natija oling.